Mana milisalar. Mana milisalar. Mana milisalar. Mana milisalar uyga kelib zo'ravonlik qilib olib ketyapti hammani. Mana milisalar. Mana milisalar. Hey! Botir aka! Uyda qaynonam mazasi yo'q, o'lib qoladi. O'lib qoladi. O'lib qolsa javob berasizlarmi? O'lib qolsa javob berasizlarmi? Botir aka, siz shu yerda odammi-ku? Botir aka, siz shu yerda odammi-ku? Mana bobolar, dadamlar bilan o'sib bor-ku. Men tushuntiraman, vaziyatni. Qo'yver, birov xotinni uyda ushlamay. Omani ko'rib desa, yo'lga boramiz. Hey, oyoqni bir bola qilasan, oyoq o'garim yo'q. O'zi gartaga ilib turibdi. Shuning uchun yuring deyman, qo'ygan. Botir aka, bugun ertasi ham bor Botir aka. Nima deb siz ketgan? Onalarni siz qaytaringda. Hey, telefon qil yegan betiga. Yegan betiga bir telefon. Hey, Xotin kishilarni nima ushlaysizlar? Hey! Yoqasini qo'yvaring. Xotin kishini yoqasini ushlamay qo'yvar. Hey! Opa! Qo'yvar ushlama. Qo'yvar. 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 Pichoq olib keng. Pichoq olib keng. Buyoqqa kengsiz. Mang, buyoqqa keng. Buyoqqa keng. Mana. Telefonni bir joyga yashiring. Uyga olib yashirmang. Boshqa. Mana. Men Ahmedova Zamira, Bandixon tumani Navro'z mahallasida yashayman. 2024-yil 11-dekabr kuni kech soat 17:30larda Bandixon tuman ichki ishlar xodimlari 3 mashina bo'lib keldi. 11 kishi edi ular va bizga milisaxonaga borasanlar dedi. Biz nima uchun? Meni va ovsinimni
aytdi. Biz erlarimiz yo'q uyda. Chaqiruv qog'ozlaringni berib ketinglar. Keyin boramiz. Ular uyga kelgandan keyin dedik. Ular bizni gapimizga quloq solmadi va uylarimizni tintuv qildi. Telefonlarimizni olib qo'ydi, yig'ishtirib. Keyin bizni urdi. Sochlarimizdan tortib, kiyimlarimizdan tortib, yirtib urdi bizni. Bizni yosh bolamiz bor edi. Bolalarimizni ham tepkilashdi. Bizga yordam berishlari qaynilarimizni ham urib, qaynlarimiz nimaga ayollarni nimaga so'rayapsizlar, nima qilasizlar kechki payt ayollarni deganda qaynlarimizni ham urib, tepkilab, ularni ham mashinaga ortib, elektroshok toklar qo'shib, qo'llarini ip bilan bog'lab, qo'llariga kishan solib, qaynlarimizni mashinaga ortib oldi. Biz qaynlarimizni nimaga olib ketyapsizlar deganimizda, o'zlaring borasizlar izidan buni. Sizlar borsalaring bularni qo'yib yuboramiz deb bizni urdi. Kiyimlarimizni ham yirtib, sochlarimizni yulib, sochlarimizdan sudrab bizni urdi. Yosh hali 6 oylik, 11 oylik chaqaloqlarimiz bor. Uyning betida bittasi beshikda yotgan edi, bittasi yerda yotgan edi. Shularni ham tepkilab, shu go'daklarni ham urib tepkilab, shularni ham chiqib ketdi. Tashqariga izlaridan chiqsak, bor hamma qo'limizdagi telefonlar, kissamizdagini ham, zaryadkaga qo'ygan telefonlarimizni ham yig'ishtirib olib ketdi. Qaynatam qari, qaynatam zinapoyadan yiqilib ketdi. Qaynatamni ham itarib chiqib ketdi. Qaynatam nima qilyapsizlar dedi. Kirib kelayotib edi, qaynatamni ham zinapoyadan yiqib yubordi. Uyda qaynanam kasal, operatsiya bo'lgan. Qaynanam o'lib qoladi desak ham, o'lsa o'laversin, ko'masan-da dedi. Iltimos bizga bir yordam qilingizlar. Biz tashqarilarga umuman chiqa olmayapmiz. Kunduz kun bir iloj qilib yuramiz. Kechasi umuman o'zimiz yakka holda tashqarilarga chiqa olmayapmiz. Biz yomon ahvolga tushib qolganmiz. Iltimos bizga amaliy yordam qilingizlar. Bularga ham biron jazo bormi?